Assalomu alaykum everyone. Bugun birinchi kunimiz, Xudo xohlasa, iymi sizlarga iloji boricha shu part 1 degan narsani osonlashtirib berishga harakat qilaman. Demak, skrinni kattaroq qilamiz. Multi-levelni part 1. Buni ko'pchilik chalkashtiradi. O'tayam chalkashtiradi. Men tan olib aytaman, taqqoslasak boshqa partlarga part 2 eng osoni. Part 1 jicha mujmalroq, kerak bo'lsa o'zim ham judayam hate qilaman bundan. Qilganman deylik oldin. Chunki ishlolmasdim. Nima qo'yishni topa olmasdim. Voy, bu nimaga qiyin? Buni part 6 ga qo'yishsam qiyinligini qara deb o'zimga o'zim gapirardim. But u bizda ikkita narsa kamligida bo'lar ekan. Vocab plus comprehension. Multi-levelda ham, IELTSda ham, boshqa test turida ham, aytaylik, umumiy ingliz tilida sizga kerak yagona narsa shu comprehension. O'quvchilar o'ylaydi, ko'pgina so'z bilsam bo'ldi. No, o'sha so'zlaringizni nima ma'noda kelyapti tushunishingiz kerak. Masalan, bitta odam gapirsa, tushunish kerak, to'g'rimi? Javob berish uchun. Listeningda ham eshitganingizga ko'ra belgilash uchun tushunishingiz kerak. Shunaqa narsalar. Demak, men sizga comprehension bo'yicha bundoq tushuntirishlar berib ketaman. Unaqangi nazariy emas-ku, mana uni ichida ko'rib ketamiz. Hozir eng ommalashganlari shularni tahlil qilib beraman. O'zi part 1 qanaqa? Oranglarda readingga, multi-level readingga endi kirib kelayotganlar bo'lsa yoki boshqa teacherlarda boshqacha narsalar o'rgangan bo'lsanglar, buni qilib ko'ringlar endi. Men aytgan usulda. Bizda 6 ta bo'sh joy bo'ladi. Mana question 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana shu 6 ta joyni biz to'ldirishimiz kerak. To'ldirib qo'ysak bo'ldi. Endi to'ldiradigan so'zimiz ham oson. Mashina ichidan xuddi asha bitta so'zni olishimiz kerak. Masalan, dinosaurs degan narsa biror joyga tushib qolishi mumkin mantiqiy jihatdan. Logically o'ylasak tushishi mumkin, lekin bizga voy, menga ko'plik emas, birlik kerak desangiz, qaysidir mana o'zagini yo'qotib olib ololmaysiz. Aynan o'sha so'zni siz olishingiz kerak, butun olishingiz kerak. Okay, masalan, discovery degan narsa bormi? Sizga ko'plikda kerak discoveries. Voy, mana ikkovi ham kashfiyoti, o'zagi bitta-yu, ko'plik qo'shib qo'yaman deya olmaysiz. Umuman unaqa qilsangiz, demak xato ishlayapsiz ekan. Endi ko'pchilik aytadi, pastdan chiqadimi, tepadan chiqadimi, nima bo'ladi? I don't know, men faqat ma'noga qarab ishlayman. Qayerdan chiqishini bilmayman. Aynan mabodo sizda imtihoningizda boshqa tushib qolsa, u bo'lmaydi. Demak, tushunib oldik nima qilishni. Endi ma'nolarni ishlab ketamiz. Bularni ishlashdan maqsad nima? Bularni bir qator siz cho'tka qilib ishlab olganingizdan keyin exam tushganda tushunasizda buni. Yodlab kirib ketasiz 6 tadan javobini demayapman sizga. Tushunib olasiz, examda hamda o'qiganda aytaylik boshqa so'zlarni o'zgartirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ungacha o'sha sizda comprehension bitta bo'lib ketadi. Bu emas, boshqa tekstlar tushsa ham siz qanaqa qilib ishlashni bilasiz, qanaqa topishni bilasiz. Shunaqa uchun ishlaymiz, okay? Men never and ever yodlatmaganman, yodlatmayman, yodlamanglar. So, mana yo'qmi? Bo'ldi endi. There are many movies with dinosaurs making all kinds of noises. Ya'ni bizda judayam ko'p movielar bor, kinolar ko'p, dinozavrlar har xil noizlar qilgan. Bu kiradi, u kiradi, roaring deydimi, shunaqa bo'ladi-yu. Ko'rgansizlar, Yura davri bor. Yana dinozavrga doir o'ta ko'p narsa ko'rganman men. Endi sizlar ko'rganingizda Yura bo'lishi mumkin. Dinozavrlar qanaqa noizlar qilishi bo'yicha har xil kinolar bor. Lekin bu nimadirlar just guess deyapti. Ya'ni guess degani o'zi как kinoyimiz guessmi hozir? Guess bu taxminmi? Bu kinolar prosta taxmin. Kino taxmin emas. U kinoning ichidagi nima? Mana ovozlarni qilayotgani taxmin, to'g'rimi? Ya'ni ular 65 million yilmi oldin yo'qolib ketgan bo'lsa, qaysi odam biladi dinozavr qanaqa ovoz chiqarishini? Hech kim bilmaydi. Dinozavrni emas yoki kinoni emas. Ular o'sha ovozni bilmaydi. Bular kinolarda ishlatayotgan ovozlar prosta taxminlar deyapti. Qandaydir noizlari bu taxmin. Qanday yozadi bunga? Noises. Buni o'chirib keyin to'g'rilash kerak. Noises. Okay? Birga bu tushdi. Tagiga yozib qo'y. Ana. Bu ovozlar prosta taxminlar. Haligi endi vajohatli, katta bo'lganiga, keyin qo'rqinchli bo'lganiga u kiradigan nimadirlar qo'ygandir-da odamlar. Shunaqa taxmin qilib qo'yishgan noizlarni. Okay.
A new discovery has given scientists a better idea of the kind of sounds made. Aha. Bitta yangi kashfiyot bo'pti. Discoveryni bilmasangiz bilib oling. Mana sizga yangi so'z bo'lishi mumkin. Bitta kashfiyot. Oldin odamlar bilmagan, manaqa ekan deb turib topishib olibdi. O'sha yangi kashfiyotimiz scientistlarga yaxshiroq ideya beribdi. Biz olimlar boshini qashlab, o'ylanib o'tirganda, qisqasi, bilishmagan, bitta discoverydan keyin yaxshiroq ideya bo'ldi. Ularda nima bo'yicha ideya bo'ldi? Masalan, siz mana darsni ko'rganingizdan keyin you will have better idea of part 1 approach deyishimiz mumkin. Part 1 ga yondashuvlar bo'yicha yaxshiroq ideyaga ega bo'lishingiz mumkin, fikrlarga. Bunda nimadirlar qilgan ovoz bo'yicha made deganimiz o'sha nimadir qilish, to'g'rimi? Sounds deyapti. Bu yerda как which degan narsa yashirinib turibdi. Sounds nimadir made. Nimadirlar qilgan ovozlar bo'yicha ideyalari yaxshiladi. Nimani ovoz bo'yicha gaplashyapmiz hozir. Bizga nimani ovozi muhim? Qushni ovozi emas, to'tini ovozi emas, bizga dinosaurs muhim, to'g'rimi? Dinosaurs muhim. Dinosaurs. Qanaqa yozdim? O'g'ni kim olib keldi? Dinosaurs. Dinozavrlar qilgan ovozlar borasida better idea berdi scientistlarga. O'sha yangi olgan discovery'miz, yangi topganimiz. The nimadir examined a rare fossil of a dinosaur called mashaqa. Nomni o'qimadim. Qisqasi, examen qilishibdi. Examen qilgani nima endi? Ko'zdan kechirganmi examen qilganda? Ko'zdan kechirgan, yaxshilab o'rganishgan bitta fossilni. Fossil degan so'z ham sizga yangilik bo'lishi mumkin. Fossil bu qoldiq qazilma deydi. Ko'rsanglar muzeylarda bo'ladi-yu, toshda qanaqadir rasm chiqib turgan bo'ladi yoki dinozavrni oyog'i toshga o'yilib qolgandan qani bu moshincha kattalikda bo'lgan deydi-yu. Fossil qotib qolgan o'sha narsalar. Endi tasavvur qiling, 65 million yil oldingi narsa bizga yangi turmaydi-yu. Fossil deyiladi shu narsalar. Bu nimani qoldig'i ekan? Bitta mana ankylosaur degan dinozavrni o'sha qoldiqlarini ekzamen qilibdi. Endi qarang, kim, nima, qayer ekzamen qilishi mumkin? O'rganishni menimcha faqat odamlar qila oladi, to'g'rimi? Dinozavr ekzamen qildi demaysiz yoki soundli ekzamen qildi demaysiz yoki discovery ekzamen qildi demaysiz. Narsa ekzamen qila olmaydi. Odam kerak bizga. Bizda qaysi odam turi bor? Bizda scientistlar bor. Tepada ko'rdik-a mana. Scientistlar bor. Demak, bu yerga olishimiz mumkin. Scientists. Chunki men o'qituvchi bo'lsam, borib olib turib dinozavrni ekzamen qilmayman-a. Bu mantiqan chotga tushdi. Endi ikkinchisi, mana shuni o'zim xato qilganman. The nimadir is around 78 million years old. O'zbekmanda men ham 78 million yoshda ekan. Masalan, men yoshim 22. I'm 22 years old and this is 78 million years old. 78 million years old. Endi men shunda nima qilganman ayting? Mana uni olganman. Mana dinozavrni aytganman-da. Dinozavr deganman. Qarang. Nimadir qisqasi mana shu dinozavrni aytganman. 78 million kirgan. Lekin mana yerda is turibdi, ko'rdingizmi? Present. Agar men o'shani nomini olib qo'yadigan bo'lsam, bu hali ham tirik 78 millionga kirdi. Mana u dinozavr deganim bo'ladi-da. Masalan, I am 22 deyapman, chunki men hali tirikman-da. I was 22 desam, endi pastni gapiramiz. Yoki men o'lib ketganimdan keyin she was nimadir desanglar, u o'tmish. Lekin izni bera olmaymiz, to'g'rimi? Mana u 78 millionda o'lib ketgandir, to'g'rimi? O'shuning uchun biz u dinozavrni emas, dinozavrni qoldig'ini aytishimiz kerak. Masalan, bizda ham arxeologlar aytadi, mana u sopol qaysidir xonlik davrida bo'lgan mashincha yil oldingi desa, shu mancha yil deb gapirishimiz mumkin. Masalan, necha deymiz? 2000 yil tarixga ega bu deganda, 2000 yil ortga taqaladi buni ishlatilishi deganda aytiladi-yu. Xuddi shunaqa bu fosil ham shunaqa bo'lyapti. So, buni ham tagizib qo'ying. Ko'rdinglar, men o'zim examda shunaqa qilib chiqqanman. Boshida qaysi biri edi bilmayman-ku, lekin mana shuni olib qo'yganman. Men xato qilyapman ham deb o'ylamaganman. Prosta javoblarni ko'rganimdan keyin nimaga bu xato deb keyin teacher bo'lib ketganimdan keyin tushunib ketdim. Men qonunga o'xshab trik qilib qo'yapman buni deganman. So, endi
It includes deyapti. It deganda o'sha qazilma topildi-yu, nimadir qoldiqmi? Qotib qolgan nimadir topishdi. It includes a record of the mashina voice box. Voice boxlarini saqlab qolgan. Meni o'lay agar bunaqa bilimim kuchli emas. Men ingliz tilidan tashqari hech balon bilmayman. Geografiya, matematika hech balon bilmayman. Lekin taxmin qilaman, men doim o'zimcha imagination ishlataman. Masalan, chig'anoq topib olsangiz, chig'anoqda nimani ovozi eshitiladi? Dengizni ovozi eshitiladi deyishadi-yu. Endi bilmayman. Shunaqa deb eshitganman. O'shuning uchun men nima deb o'yladim, bu qazilmada o'sha voice box qanaqadir record bor undayam. Yozib qolingan nimadir bor, ovozi eshitiladi bundan. Shunaqa tasavvur qilib olganman. Men hozir buni o'rganishim uchun polniy titishim kerak-da internetda. ChatGPTga aytishim kerak, nima demoqchi bu gapi bilan deb. Lekin examga kirganingizda unaqa qila olmaysizmi siz? Qila olmaganingiz aka, mana shunaqa imaginationni ishlatish kerak. O'sha voice boxni qandaydir zapisini saqlaydi ekan. Mana shu fossilning ichidan topilgan. Dunyoni eng eski fossili o'sha voice box bo'yicha shu eng eskisi. Dinozavrlarni boshida bo'lgan shekilli bu. The research deyapti, o'sha topishdimi, mana discovery bo'ldimi, o'sha narsani kimdir olib boradi, to'g'rimi? Как doktor palonchi deyishadi-yu. Xuddi shunaqa, bu led by deyapti mana. Dinosaur researcher Fukushima muzeumdagi nimadir. Aha, Yaponiyani Fukushima muzeyidagi researcher tomonidan olib borilgan ekan bu. He deyapti. U hozirda o'sha miyasida bitta yaxshi ideya bor ekanda. Oldin hammasi, voy unaqa, voy bu bunaqa ovoz chiqaradi dinozaur degani boshqa ekan. Bu fossilni analiz qilgandan keyin, research qilgandan keyin endi yaxshiroq ideyasi bor. What the muscles around the voice box looked like. Endi u bularni ishida shu, to'g'ri? Masalan, ovozi qanaqa bo'lganiga qarab turib, ularning muskullari qanaqa bo'lgan ekan. Masalan, biz tomog'imiz ishlaydimi? Meni hozir tomog'im ishlayapti. Tomog'ni atrofida qanaqa muskullar bo'ladi? O'sha muskullarga qarab turib, o'sha ovoz qanaqa chiqqanini analiz qilishadi, shunaqa-da. Shuni yaxshiroq fikrla oladigan bu odam. The nimadir control the sound of the voice box. Endi voice boxni control qilgan deyapti. Control qilgan. Xo'p, odamlar mana shunaqa joyda olib qo'yadi. Researcher deb qo'yishadi, chunki odam control qila oladi faqat. No, researcher voice boxni control qilmagan. Bizda voice box hozir zapis topildi xolos. Odamniki emas edi bu control qiladigan. Masalan, sizni tomog'ingizni kim control qiladi? O'zingiz qilasiz-ku, to'g'rimi? Sizni tana a'zolaringiz control qiladi. Masalan, jag' nimadirlar. To'g'rimi? O'sha narsa. Endi bizda tepada aytib ketuvdi, muskullari qanaqa bo'lgan ekan, musclelar qanaqa bo'lgan ekan o'sha voice box atrofida. Chunki musclelar yordam berganda bu voice boxni control qilgani deyapti. Ana, 5 ga olyapmiz. Muscles. Okay? It means bu nimani anglatadi? Yura davriga o'xshagan movielar got it wrong, ya'ni xato, bukirib gapiradigan voicelar xato deyapti. Soundlar, noiselar vashshi xato olishgan. Yuradagilar. Dinosaurs may actually have made a mother like a bird tweet. Tweet deganimiz qaysiga to'g'ri keladi aytayim? Chip chip deydi-yu. Yo'q, chip chip demaydi, nima deydi? Qush. Qushni tweet qilishiga o'xshab, Twitter ham bor-ku, qushni rasmi chiqib turadi. O'shida qushni chiyillashimi shunaqa. O'shunga o'xshagan made qilgan. Nimani made qiladi? Ovozni made qiladi. Made a sound like a bird tweet. Ana oltiniki mashi bo'ldi. Dinozaurlar aslini olib qarasak, bird tweetga o'xshagan sound qilgan. Make a sound degan narsa bu ibora. Tepada ham bor qayerdadir bizda. Mana sounds dinosaurs made deb turib shunaqa chiqdi. Menimcha bu tushunarli bo'ldi va buni siz yaxshilab analiz qilib olsangiz, examda bemalol topa olasiz. Bu tushuntirish uchun bo'ldi. Tushunib oling, ha, mana shunaqa ishlash kerak ekan. Men erta qilib ishlayman-da. Men million marta aytganman, studentlarga ham erta qilib olsangiz, maza qilib ishlaysiz ekanman. Bo'lmasa qiynaladi ancha. Endi ikkinchisi. Tezroq berishga harakat qilaman. O'tgan yakshanba oilam bilan men City Zoo'ga bordik. Demak, hayvon ko'rgan borishgan. Sunny day bo'lgan, vashshi zo'r edi o'sha visit qilishimizga.
как раз quyoshlar hamma yoq chiqib, perfect atmosfera yaratib bergan visit qilishga. Nimadir bustling with people. Bustle degani hustle and bustle degani как tig'iz deydimi, jo'shqin deydimi shunaqa. O'sha to'laydi demoqchilar bu yerda. Odamlar bilan to'laydi. Hammasi hayvonlarni ko'rish borasida vashe excited edi. Vau, ko'raman, ko'raman deb yurgan ekan hammasi. Endi nima odamga to'laydi? Nima deyishimiz mumkin? Family odamga to'laydi deya olmaymiz. Visit odamga to'laydi deya olmaymiz. Bu yerda bizda zoo to'laydi odamlar bilan. Masalan, biz aytaylik, bizda Pushkin bor. Bolalar kunida o'sha Pushkin amusement park will be bustling with people. To'la bo'ladi odamlar bilan. 1-iyunda hamma boradi, biz ham xuddi tash kuni boramiz lekin nimagadir. Okay. Tushundingiz-a buni? We started our tour near the lion enclosure. Enclosure bu qafas. O'sha o'zi natural habitatidan haqiqiy yashaydigan makondan emas, bu yoqda saqlashga ishlatiladigan qafaslar. Enclosure. Demak, birinchi o'sha line enclosure'ni oldida boshlashibdi. Turini hamma biladi. Line'lar juda ham magnificent, powerful bodylari bor ekan, quyoshda yotishayotgan. O'sha line deganda xayolingizga nimalar keladi? Mana, magnificent degan so'zni aynan bilmasangiz ham, aytaylik, powerful degan so'zni bilmasangiz ham, o'sha tushunib olsangiz bo'ladi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, ba'zi studentlar 88 ta so'z topadi, o'zi 90 talik bo'lsa matn, hammasini tarjimasini yozadi. Vashe foyda bermaydi. Tarjimaga ham ishlamaydi, vocabga ham ishlamaydi, keyin comprehensionga ham ishlamaydi. Men shunaqa qilaman. Bilmagan joyimda men shunaqa tarjimalarni ham tashlab ketaveraman. Line'lar vashe zo'r ekan, qisqasi. Bodylari ham katta bo'ladi-yu ular. Sanda yotishayotgan quyoshda. Bittasi даже esnavoribdi. Yon degani esnash degani, show off maqtanish. O'zini katta tishlari bo'ladi-yu ularni. O'sha impressive tishlarini maqtanganda esnaveribdi. It was amazing to see nimadir up close. Ya'ni nimadirni yaqindan ko'rish wow bo'pti bu odamga. Amazing bo'pti. Nimani ko'ryapti hozir o'zi? Nima haqida ketyapti? Zooni yaqindan ko'rish deymizmi? No, lion'ni yaqindan ko'rish deymiz. Lionsmidi? Qani? Ko'plikda kelyapti endi. Lions up close. Yaqindan ko'rish zo'r edi deb. Mana lions. Endi keyin monkeylarni oldiga borishibdi, maymunlarni. Ular juda ham playful, energetic, o'sha tasavvur qila olasiz. Hayvon qanaqa, maymun qanaqa bo'lishini. Energiyaga to'la bo'ladi, o'yinqaroq bo'ladi, branchdan branchga, shoxdan shoxga sakrab yurgan. Sakramagan, swing tebranadi-yu o'sha narsa. Bitta cheki monkey bor ekan. Cheki degani bilmayman. Maybe quloqsiz degani. O'yinqaroqmi? Quloqsiz bitta monkey bor ekan. U bitta visitorni даже nimasini snatch qilib qo'yib, bananini olib qo'yibdi. Shuni o'g'irlab olib ketib qoladi-yu. O'shaqa qilibdi. Ularni ko'rish hilarious ekan. Ridiculous, hilarious. Rosa kulishibdi-da tomosha qilib. Shuni olib qo'ysa hammasi olib ketdi degan. The monkey nimadir also had a small waterfall which the monkey seemed to love playing in. Nimadir bor ekanki, o'shini ichida o'ynashni sevishar ekan. Nimadir deyman. Mana waterfall, ya'ni fontan, sharshara. I guess fontan, favvora. Oh my god, sharshara dedimmi? Kichkinagina o'zlariga suvdan iborat fontancha qilib berishgan ekan. Keyin monkeylar shu yerda o'ynashni sevishar ekan. O'sha nimani ichida bor edi? Waterfallni ichida o'ynashni sevishar ekan. The monkey nimadirda bor edi waterfall. Waterfall qayerda bo'ladi endi? Qayerda bo'ladi waterfall? Monkeylarni nimasida bo'ladi? Monkeylarni qo'shnisida bor edi demaymiz. Monkeylarni yashagan joyida bor edi demaymiz. Monkeylarni o'rmonda demaymiz. Monkeylarni qafasida deymiz. To'g'rimi? Qafasida bo'lishi mumkin. Qafasi enclosure deb tepada aytib o'tib ketdim. Ana. Enclosure deb bor edi. O'y tomog'im. After the nimadirdan keyin, okay, birinchi line'ga borishdi, undan keyin monkeyga borishdi. Endi nimadirdan keyin deyapti. Line'dan keyin deyapmiz. Line'dan keyin ular monkeyga o'tishgan. After the monkeys deymiz. Monkeylardan keyin uchinchimiz biza akvariumga boribmiz. Baliqqa borgan shekilli. Juda ko'p fishlar bor ekan, suzib yurar ekan. Orange, silver bor ekan, ajoyib
yo'llari ham bor shekilli. Ancha paytda fishlarni darting around, bu moving around bo'lsa kerak. U yoqdan bu yoqqa yurishadi-yu baliqlar. O'shalarni tomosha qilib ancha vaqtimizni o'tkazdik. Meni sestramga ayniqsa turtle'ni nimadir qilish yoqdi. Sevdi ashi ishni. Turtle'ni nimadir qilishni. Nima qilishni? Turtle bilan o'ynolmaydi, to'g'rimi? Turtle nima qiladi? Просто watch qiladi-da. Loved watching. Mana loud watch deb turib so'z kelmaydi. Loud watching. Okay? Turtle qisqasi mana akvariumda pastiga tushib ketayotgan ekan. O'shani tomosha qilib o'tirishni vashshi sevibdi singlisi. Zoo judayam fantastic day out ekan. Ko'chaga chiqmoqchi bo'lsangiz, ashaga chiqing deyapti. Judayam ko'p zo'r hayvonlar ko'rdik. Oilaviy wonderful nimadirimiz bo'ldi. Wonderful nimasi bo'lishi mumkin? Wonderful time bo'lishi mumkin. We had a wonderful time together as a family. Mana I had a great time with you, did you? Ya'ni sen bilan vaqtim zo'r o'tdi degandek bo'ladi-yu. Okay? Shunaqa narsalar. Bu tushunarli. Endi manonsi beetle'lar ham juda ko'p tushadi. Buni qarang. Buni ham tushunib oling, okay? Olimlar javob topdi. Bitta problem bor degan water shortage degan. Ya'ni short degani qisqa degani-yu, yetishmovchilik degani bu yerda. Suv yetishmovchiligini problemasiga javob topishibdi. Solution topishgan. It's a new material, yangi material topishdi. Collects nimadir from the air. Havodan nimadirni to'playdigan material. Okay, havodan nima to'plash mumkin? Havodan javob to'plamaydi, problema to'plamaydi. Nima to'playdi? Yetishmovchilik to'plamaydi, to'g'rimi? Suvni to'playdi-da. Water from the air. They got their idea. Bu ideyani qayerdan olishdi ular? Kichkina beetle'dan olishdi. Qo'ng'iz deydimi buni? O'shaqami? Bilmayman buni tarjimasini. Afrikani cho'lida yashaydigan bitta beetle'dan, o'sha hasharotdan olishibdi bu ideyani. Shuni ko'rib turib, bunaqa qilsak bo'lar ekan deb miyasiga kelganda ularni ham. O'shundan olishibdi. Bu nimadir? Is an expert at surviving dry conditions. Bu nimadir deyapti. O'sha nimadir? Nima haqida gap ketyapti o'zi? Beetle'larmidi? Bu hasharot, ana beetle'imiz dry conditionlarda yashash bo'yicha ekspert ekan. Men masalan uxlash bo'yicha ekspertman, yana qaysidir o'quvchi bahona topish bo'yicha ekspert, bu quruq holatlarda tirik qolish bo'yicha ekspert ekan. Tuyani aytishadi-yu, suvsizlik bo'yicha, suvsiz conditionlarda yashashga ekspert deb. Shunaqa ekan beetle. Bu desert deyamiz, to'g'rimi? Bu Afrika deyamiz, shunaqa. Its shell, uni qobig'ini small bumps, kichkina bumpslar bilan, nasosmidi bu? Shunaqalar bilan qoplangan ekan. Bumpsni bilmayman tarjimasini. Qobig'i shunaqalar bilan qoplangan ekan, kichkina narsalar bilan. Demak, bular yordam berar ekan, ozgina suvlarni airdan olishganmi? To keep the beetles alive. Tirik qolish uchun unga suv kerakmi? Unlardagi o'sha narsalar chicha suv bo'lsa ham o'shani topishga yordam berar ekan. Airdan tomchi suvlarni ham collect qilishga yordam berar ekan. Nima yordam beradi bularga? Shell yordam beradimi? No. Bu yerda this deganda odatda mayerda qaysi biriga urg'u qaratilyapti. O'sha qaraymiz. Uni shell bumps bilan qoplangan, shu bumps yordam beradi. Okay? Shelldan o'tib ketdi. Shellni ichida nima bor? Shellni nima bilan cover qilinganligini aytdim. Manu, bunga manu o'tib ketdi-da. Buni o'zingiz do'stlaringiz bilan nima qilsangiz bo'ladi. Bitta ikkita ismlarni olib, hozir miyam kelmayapti ism. Bitta ham kelmayapti. Уже shell degan narsadan o'tib ketib, bumpsni gaplashdi. O'shuning uchun bu yerga this bumps o'sha qoplangan, mana shu bumpslar collect qilib beradi. Nimadir studied deyapti, o'rganibdi. Shape'ini, materiallarini, o'sha beetle'larni bumplarini shakli materiallarini o'rganibdi. Study deganda endi odamdan boshqa narsa tushmaydi. Bizda odam kim bor edi? Scientistlar bor edi, xolos mana. Bu yerga scientistni olamiz. Scientists o'rganibdi. Ular nimani xohlaydi? Mana to'g'ri o'rganimizni isboti they deyapti, ko'plik kelyapti, to'g'rimi?
ular topgan narsasini deyapti. They want to use what they found out about the beetle. Beetlelar borasida topib olgan narsasini ishlatishmoqchi. Nima maqsadda? To make their own nimadir. Havodan suv to'playdigan, havodan suv to'plash uchun o'zlari nimadirini yaratishmoqchi. O'sha beetleni ko'rishdi. Qani sen zo'r narsalaring bor ekan. Biz ham ishlatsak bo'lar ekan water shortage'da deb turib, endi biz o'zimizni nimadirimizni qilamiz. O'sha narsamiz airdan havodan suvni to'playveradi deyapti. Bizda nima qilishmoqchi? Biznikilar mana tepada ham yozib qo'ygan. Yangi material. O'zlariniki ishlab chiqaradi. U beetle'larnikini yulib olmoqchi emas. Senlarni bamsing bor ekan, senlarni teri ishlaman demayapti. Biz ham shularga qarab turib shunaqa ishlab chiqamiz deyapti. Okay? Scientistlar aytyapti, yangi texnologiya juda ham ko'p narsani va'da qilyapti ekan, promising bo'lyapti ekan. Bu narsa odamlarga quruq sharoitlarda, qurg'oqchilikda nima o'shaqalarda yashashga yordam berar ekan, plantsga ham yordam berar ekan, issiqlikda ham, air conditioningda ham hammasida yordam berar ekan. Bu yordam beradi. Nima yordam beradi? Scientist yordam beradimi yo beetle yordam beradimi? Bundan oldin gapda nima haqida gapiryapti? Scientistlar bu texnologiyadan umidi katta, mana shu texnologiya bizga ko'p narsa beradi deb turib, technology, okay? Ma'no mazmun bizda really important. If you even don't know all the words, hamma so'z bilmasangiz ham mazmun chiqarib ishlasangiz bo'ladi. So, ma'no ham bir xilroq. Anna bilan akasi Jason farmga bordi. Ular vashi wow dedi, chunki ular farm animallarni yaqindan bo'sha ko'rishmagan oldin. Birinchi nimadir, ular duch kelgan ship edi. Encounter bu duch kelish. Shuni yozib qo'yam. Duch kelish. Peshonasidan chiqib qolgan birinchi nimadir? Ship ekan. Nimadir? O'sha hayvon, to'g'rimi? Tepada bor edi hayvon. Animal. The first animals desa bo'lar ekan. They encountered worship. Were ko'plikka, keyin shipni boshqa nimasi yo'q. Nima desam bo'ladi? Shakli yo'q. Birligi ham, ko'pligi ham bir xil. Ular birinchi duch kelgan hayvonlar shiplar edi deyapti bu yerda. Worddan ko'pligini bilib olyapmiz. Jason surprised bo'libdi, hayron qolibdi. Bularni yungi deyapti. Wool from this mother is used to make clothes. Sviterlar, sharflar kabi kiyim-kechakni yaratishda ishlatilar ekan. Bularni yungi. Nimani yungi endi? Mana farmni yungi bo'lmaydi yoki biror odamniki bo'lmaydi. Shiplarniki bo'ladi, to'g'rimi? Keyin deyapti chicken coop. Coop degani endi tovuqni kataki bo'lsa kerak. Bizda shunaqa deydi, katak deydi. Chickenlarnikiga boribdi. Anna nods at nimadir. Tuxum qo'yadi-yu. Jo'ja ochgan. O'sha tuxumlarni uyasi bor ekan. O'shani ustida o'tirgan nimadirni ko'rgan, payqagan. Nimani payqagan? Tasavvur qiling, tuxumlar ko'pgina jo'ja ochish kerak tuxumlar. Uning ichida, uni ustida o'tirgan nimani ko'rib qoladi. Albatta chickenni ko'rib qoladi, to'g'rimi? Bittasi ochib chiqqanmi nimadir. Keyin fermerimiz tushuntirib beribdi. Nimadirlar 3 taxminan 3 haftada hatch qiladi, yorib chiqadi. Nimadirlar? Nima yorib chiqadi? Eggs, to'g'rimi? Tuxumni yorib chiqadimi shunaqa. Jason keyin so'rabdi, bu chiklar debdi, dadasiga o'xshaydimi, ayasiga o'xshaydimi debdi-da. Resemble degani o'xshash degani. Fazragam, mazragam kimga o'xshaydi deyapti. Keyin kulibdi. Shu joyda jo'jalar kulib yormaydi, to'g'rimi gapiga? Yoki tovuq kulib yormaydi. Bu yerda bizda fermerimiz kulib yorgan. Farmer kulib yoribdi. Ikkoviga ham o'xshashi mumkin debdi. Keyin barnga boribdi, buni bilmayman. Cowni uchratishibdi. Demak, qanaqadir molxonami nimadirga borgan. Anna amazed bo'libdi. Wow debdi. This mother could produce up to 30 liters of milk. Okay. 30 litr sut bera oladi ekan. Bu nimadir? Nima? Endi cow bo'ladi, albatta, to'g'rimi? Cow produce qiladi milkni. So that's it. Men o'sha 6 dan topib qo'ygandan keyin o'sha nima ham qilmayman. O'qimayman. And the last one. Not sure where it. Ana bo'ldi. Shuna bir eringan odamman.
Kelajakda deyapti, bunisida yangisida. Citylarimiz boshqacha bo'ladi. Bu nimadirlar? Amazing bo'ladi. Yanayam zo'r bo'ladi. Nimadirlar? Nimani different bo'ladi deyapti? City different bo'ladi deyapti. Demak, citylarimiz amazing bo'ladi. Buildinglar ko'p bo'ladi va bu nimadirlar? Taller bo'ladi. Yanayam balandroq bo'ladi. Nimamiz ko'p bo'ladi dedi? Building va aynan ashilar deyapti. Ashilar deganda buildingdan nazar tutyapti. O'zi mana this deganda doim unda oldingi narsani gapirgan bo'ladi-da. Bu buildinglar yana ham baland bo'ladi. Bu yerda self driving cars bo'ladi. O'zi haydaydigan hozir ham bor o'sha to'g'rimi? Teslalarni o'zi boshqariladi. Haydovchi kerak emas. Bu nimadirlar? Sustainable energy da qanaqadir energiyada yurarganda qisqasi. Hozir mana elektrda yuradiganlar bor, xuddi shunaqa. Nima this nimalar? Aytdim mana this degandan keyin bunda oldingi narsa nima haqida gap ketdi? Self driving cars haqida. Hozir this self driving desa tushmaydi. To'g'rimi? Bu o'zi haydaydiganlar deyolmaymiz. Mashinalar deymiz. Bu mashinalar sustainable energyda yuradi. Keyin bunaqa spacelarimiz bo'ladi, park, gardenga o'xshagan joylarimiz bo'ladi va bular havoni toza saqlashda yordam beradi. Endi bular deganda parkni olamizmi, gardenni? Mana shu yerda o'quvchilar ba'zilari mana uni olib qo'yadi. Men aytdim, undan oldin gap ma'no nima haqida ketsa dedim. Oxirgi so'zni olib qo'yasiz. Undan oldin gapni demadim. Ma'noni olib qo'yasiz dedim. Bu yerda park, gardenga o'xshagan joylar bo'ladi. Mo ikkovi teng-da. Siz nimaga bittasini olayapsiz, bittasini olmayapsiz? Ikkovi ham to'g'ri javob bo'lishi mumkin-da. Chunki bir-biridan kam joyi yo'q. Aybi birinchi kelgan, ikkinchi kelgani emas-da. U o'zgartirmaydi. Bizda spaces tushadi bu yerda. Bu joylar, okay? Ikkita bir xil o'sha and bilan berilsa, u ikkovi ham javob bo'lmaydi. Chunki ikkovi teng. Ikkovini teng tanlolmaysiz. Tanlolmaysizmi? Demak, sizga u emas javob. So, airni clean saqlab berar ekan bu joylar. Biz hologram degan narsalarda ishlatar ekanmiz. Kompyuterlarning o'rniga to talk deyapti. Gaplashgani kompyuterlar ham kerak emas ekan o'sha. You can nimadir to a person from another part of the world as if he is in front of you. Xuddi peshanangizda ro'parangizda turgandek dunyoni boshqa joyidagi odamga ham siz nima qilishingiz mumkin? Nima qilishingiz mumkin? Gapirishingiz mumkin. Talk. Ana. Future cities will be safer. Xavfsizroq ham bo'ladi. Bu yerda robotlar patrolling around. Patrol degani bu militsiya yuradi-yu, ana один домада yuradi-yu. Mashinasida hamma yaxshimi, tinchmi deb turib. O'sha katta bo'lganimizda robotlar qilar ekan patrollingni, odamlar emas, ular qilar ekan. Va bu nimadirlar? Uxlamaydi, dam olmaydi, bemalol non stop ishlayveradi. Nimalar? Robotlar, to'g'rimi? Robots. Ana, o'shaga narsalar. So, menimcha tushunarli bo'ldi hammasi. And thank you so much. Ertaga sizlar bilan day 2 da ko'rishamiz.